Assalomu alaykum. To'g'liqqa yaxshimisiz? Yaxshi, va alaykum assalom. O'zingiz qanday? Ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Uzundan beri men siz bilan bir paranglashqim batdi. Chunki to'rdoshlarning har xil savollari, mayli sizga bo'lgan negativ savol bo'lsin, pozitiv savollar bo'lsin, har xil savollar kelgan bo'lgankin, bu savollarni hammasini yig'inchaqlab sizdan bir suhbat o'tkazay deganni o'tirib qo'ygandim. Siz ma'qul ko'rdingiz. Shuning uchun ba'zan savollarga konkret javob bersangiz bo'ldi, ba'zan savollarga qisqa izoh bersangiz bo'ldi. Boshlaylikmi hamsa? Boshlayveraylik. Men bu o'zingizga degan to'rlarni sog'andim, men bu savollar bo'lsa, shu radlashtiringlar, radlab mendan so'rasanglar bo'ldi degandim. Men bu bir juri savollarni tayyorlab qo'yib yozib olgandim. Endi siz unutib qolgan savollarga keyin ayrim javob bersam bo'ldi. Bo'ldi, so'ravering har qanday. Birinchi savolim, TOSA qachon qurilgan? Siz qachon rais bo'lgan? TOSA 1993 yil 3-oyning 21-kuni qurilgan. Men 97 yil 3-oyda rais bo'lgan. Undaqda bu TOSA UAE'ninki opisi desak bo'lamdi. Shunda desangiz bo'ldi, chunki keyin TOSAning rasmiyatini UAE'ga o'tkazib o'tgan. Hozirgi UAE shu 93-yil qurilgan TOSAninki davomi. Bo'ldi. Qonun jihatdan aytganda. Bo'ldi. Bu savolimning javobiga erishdim. Ikkinchi savol, ayni chog'da siz TOSAga rais bo'lgan chog'da shu yerdagi faoliyatlarning hammasini tipqa olgandiq, ya'ni buni Lushanday deymiz Xitoycha. Uyg'urcha sinalg'u lentasiga olgan kanslardiq. Shu sinalg'u lentasi Xitoyga ketib qoldi degan gapni anglagandim. Bu rostmi? Shundoq bir voqea bo'lganmi? Bu yerda bir aniqlamin deb o'tay. TOSAninki hamma harakatlari, faoliyatlari jurnal orqali chiqib turgan. 93-yildan tortib 98-yilgacha, 98-yil 5-oyning 23-kunlik faoliyat shu, ya'ni shu Uyg'ur Kongress deb bir faoliyat turgan. Shu vaqtda Washingtonda bir cho'ng yig'in ichida shu Uyg'ur Amerika birlashmasi qurilgan. Shu qurilish jarayonidagi başdan ahire şu jarayonni shu teypiga olgan to'g'ri ilishga men mas'ul bo'lgan, chunki men shu vaqtda raisdim abay deb o'tgandek. Ilib buni shu lentga ilib maxfiy saqlab qo'ymiz deb mening qo'limda keyin bir haftadan keyin men shu vaqtda saylangan Dolqun rais Dolqun Kambirga topshirib berdim, lekin keyin bu video shu 3 soatlik video shu Xitoyga ketib qoldi. Bu işte. Şunu degandim. Ama onun içinde şu vaqtda qatnashgan bir 80 necha a'zolarimiz bor. Yani TOSAning a'zolari şu vaqtda qurilish şu saylan o'tkazish jarayonlarining boshdan oxiridan kimlar nima dedi so'zlagan hamma jarayon ilingan Sharq Turkistonning bayrog'i tiklab esiqliq hammadamniki kimlar qatnashgan hammasi to'liq video qilingan. Lekin bu maxfiy material shu Xitoyga ketib qoldi. Rishad Abbas efendim orqali ketib qolgan. Buni undaqda 3-chi savolim, shu chaqda Rishad Abbasning nima amali bordi? TOSAda amaliy vazifasi nimati? TOSA dastlabda TOSAning raisim bo'lgan, a'zolarim bo'lgan, lekin 96-yili u yana bir qayta saylanib o'tgandan keyin men rais bo'lgandan keyin undan keyin yana a'zo bo'lib qatnashib yurgan, lekin amali yo'q. Ham 98-yildagi saylamda u o'zi ma'mur rais bo'lgan. Shundan keyin 2 yildan keyin 2 yilgacha ma'mur rais bo'lib ishladi. Undan keyin hech qanday amali yo'q. Hech qanday vazifa o'tamadi-da. Hech qanday vazifa o'tmaydi. Amaliy vazifasi yo'q. Islomning o'zida vazifasi yo'q. Amaliy bunda qaytol degan narsa yo'q. Undaqda Rishad Abbas Refada bo'lsin, UAE'da bo'lsin, hal qilg'ish rol o'ynaydigan bir shaxs deb angladim. Masalan, siz jiqqatim tilga oldingiz, palon yerda palonchi vazifa o'taydi, xizmat o'taydi, yoki palonchi boshliq bo'ldi, yoki mundaq deganlarga shu odamningki pozitsiyasi hal qilg'ish rol o'ynaydi deyildi. U kishining shu chaqda amali yo'qligini mi dedingiz?
O nimişki başkalar o adamga boysunudu. Bununki hamda meningki qiyosimcha bu ikki sabab bor. Birisi hamda şu Xitoy taraf bunu qo'llaydi. O bir. Lekin yana birisi Amerikaning şu hukumat tarafidan ba'zi bir Xitoy paraslar bunu qo'llaydiganlari bor. Shuning uchun uningki ko'rinishda nima deymiz hamda bir qo'rqinchli qadam. Shuning hammadan uning gapidan nim qilolmaydi bu. Yiranmaydi. Qo'rqidi hamda bir gapini anglataolmaydi. Abaysiz deb o'tganda men yana qaytdim desam bo'ldi. Masalan, Uyg'ur Amerika jamiyati birlashmasi, andikin RFP Uyg'ur bo'limi, andikin shuning tarmog'i ostidagi Uyg'ur Human Rights Project shu. Andikin hatto keyin qarasam Do'xninki shu nurg'un hal qilg'ish nimalarini shu boshqurdi ekan, o'zini bosh maslahatchi deb e'lon qilib bo'ldi-ku. Uningdan burun undaq amalim yo'qdi, lekin hamma ishda u hal qilg'uvchi qaror beradigan odam. U aniq, uni men obdan bilaman. Undaqda men 4-savolimni boshlay. Siz bir yerga Rishad Abbosninki zo'rlashi bilan bir qancha Xitoylarning bir so'riniga Xitoylar bor, so'ringa bordik. Uning ichida bir 6 Uyg'ur bordi. Hikmet isimli bir so'ragan odammi bordi degandingiz. U yerda ota-onangizningki yashanganligi, anandikin vatanga qaytmamsa degandek savollar so'raldi degandingiz. Buni bir ozroq izohat beramsiz? Endi u ish to'g'riliq men tafsiliy ahvolni vaqti kelganda sotda deyman, bu yerda shunchalik deb qo'yay. Men u vaqtda New Yorkda ishlatdim. New York shahrida bir cho'ng şirket için şu yerda turardim. Şu vaqtida Rishad Abbos apandi meni 6-7 soat mimon apparatda deb to'shib olib, shu New Yorkda bir yer apadi. Qarsam bu yerda bir 7-8 Xitoy bor ekan, uning ichida shu Anjan dengning adim bor ekan, andikin bir qancha cho'ng amaldorlar bor ekan, Xitoylar. Men uningdan burun Amerikada bir Xitoy bilan o'tirib baxmagan, ular bilan bir yerda bormagan. Shu yerda men anladım bu nima uchun Xitoylarning oldiga boshlab keldi degan gaplar bo'ldi. Endi u yerda cho'nglardan Hikmat Sultonning ismini dedim, uningdan boshqa yana 5 Uyg'urmi bor. Ularning vaqti kelganda ularning ismi oshkorlandi. Lekin ashada Rishad Abbos apandining qilgan shu ishi meni nihoyatda hayron qoldirdi. Meni Xitoylarning oldiga apadi dedi. Anadaki mesela ota-onangiz to'g'riliq so'radi dedingiz. Endi shu vaqtida mening opam, ota-onam men ko'migini uzun bo'lib ketgan. 10 yildek bo'lgan vaqtida shu vaqtida mening opam dadam vaqtida tugab ketgan. Opamning ahvoli og'ir ekandi. Hatto boshqa bir urug' tuqqanlar o'lib ketgan shular bor ekandi. Shu yerdan lekin bu Xitoy meni ayrim bir yer olib borib ashada sen onangni seg'inmidingmi, onang seni bak seg'inib ketdi degandek gaplarni qilganda men onamni albatta seg'inaman. Onamni mishaga men taklif qilsam, necha qatam taklif qilsam nima uchun unmadinglar degan savolni so'rsam, ular onangizni tan salomatligi ojiz, mang'amaydi degandek gaplarni qildi. Men bu gaplar yolg'on bo'ldi deb shu gapni uzildirib o'tgan. Demak, ashada men bularninki meni shu Xitoyga oprishqa ozroq xizmat ishlayotganligini bilib turdim, lekin bu Amerikada bo'layotgan ishlar bo'lgandek ular menga boshqa gaplarni bilalarmidi? Shuni o'ylamay ketib qoldim. Shu. Ondan keyin masalan siz bir qatim dedingiz. Shu Goja Anchembuda ishlaydigan Maryam ismli bir ayol Amerikaga kelsalar, Rishad Abbosning uyiga boradi degandingiz. Bu ayol kim? Maryam degan ayol kim? Nima vazifasi bor ayol masalan Xitoyda nima vazifasi bor? Endi Maryam degan ayol shu Xitoyda endi u Goja Anchembu deydi. Xitoychada Goja Anchembu Jiduchu ninki bir mas'ul ekan. Shudan shundoq. U ayol Amerikaga kelib ketib yuradi. Rishadning uyiga boradi. Bir qatam Rishadning uyidan menga telefon bergan.
Çünkü bu ayalını ben tanıyım. Onun inisi bilen ben ağindim. Bu ay bir kip ketken bolsanız, görüşken bolsanız degan gapni qildi. Men o vaqtda rad qilayotgandim. Rad qilayotgandan sababi birisi men o'zimni o'qishda aldirash ağırlığı bekşiroq. Shundaq tekstlardan bir shikatim bo'lgan esimda bor. Lekin Rishad Abbasning uyida bo'lganligi, uning bilan qo'yiq aralashganligi aniq. Chunki u ayolninki bir o'g'li New York tarafda o'qitdi. Hozir katta deyman o'qishni bitirib. U o'g'ilni men taniyman. Undaqda siz bu şu jiqqatim dediniz vatanga borganligingiz to'g'risida o bo'la bek savol belgisi qo'yib o bo'larniki savollarga javob berib kelyapsiz. Anadagi men to'rdoshlarninki vakili bo'lish supatim bilan sizga bir savol qo'ygim keldi. Masalan, Amerikada tunji qitim vatanga qaytgan sizmi? Yok. Bu doğru ben size biraz hem de cevabım biraz uzunrak oldu. Ben size tepsiri pişendirip gerek. Tepsiri yok. Hem de tepsiri kesmek uzun yapıp. Amerika'daki Uygurların içinden Xitayga bağlananlarını ben isim tertip boyunca siz de bilmem. Dolkun Kambir'e 97. yıl belirtken 98. yıl bağlan. Şöhret Seyyid Ahmet 2002 yılı hem 2005 yılı ondan kim bağlan. Andın Enver Yusturani 2002 yılı 2006 yılı bağlan. Rishad Abbas 2003 yılı 8. ayda bağlan. Ruşen Abbas 2003 yılı 6. ayda bağlan. Erkin Sıdık belki tarzı isimde yok. Belki 2003 yılı 8. ayda bağlan. 2003 yılı kanı böyle. Yılının bişimi isim yok. 2003 yılı bağlan. Onun iki ne çıkarttım bağlan. Kahar Barat 2003 yılı 8. ayda bağlan. Mesela sizce? Yasin 2005 yılı 6. ayda bağlan. Ama gipim de Tuğluk Abdürazak Müşlan'ın hemmesininki en ahırda yani Tuğluk Abdürazak bu men bölümü 2005 yılı 9. ayda bağlan. Undaq vaqtida ular berip ne çıqatım berip kelgandikin siz bir aqıl oluşup bağalarning birisikensiz go mundacha aytgan chaqda. Men asasen hem de şu vaqtdagi muhim adamlar var go, şu vaqt bu adamlar ben muhim deb atab koydum çünkü bular hemmisi isimleri ochiq aşkara Enver istigan Şahar Türkistan sürgün hükümetninki reis olgan, Erkin Sıdık degan uyini reis olgan, Şöhret Mevlan bular hemmimiz o vaqtlarda keldi. Rishad Abbas mı Uyghur Amerikası Cemiyeti'nin ki Maun reis bo'lgan bu Rishad Abbas hem de şu vaqtlarda nurg'un ishlarda şu ishlarning oldi dedi hem işte ko'rinadi. Lekin bular hemmisi berib kelgan. Mening borgan vaqtimda da men hamma xizmatlarimdan chekinib ketgan, bu ishlar aralashmagan. Hem bu yerda o'zimning borganimni to'g'ri demayman, lekin men bu ishlarning eng oxirida bor. Ya undaqda masalan Roshan Abbas xonim Guantanamodagi tarjimonlik qilayotgan vaqtida borganmi yoki undan keyin borganmi? Ya uning oldida borganmi? Tarjimon qilib bo'lib 1-2 yil turgandan keyin borgan. Bu to'g'riliq men uzun to'xtalmayman. Bu yerda bu to'g'riliq eng yaxshi savol so'ramasangiz deyman. Bo'ladi. Siz masalan shu oldin xatimliq e'longan video lentasi masalan sınalgı lentisini siz vatanga qaytgandan keyin uchratganligingizni bir qatim tilga oldingiz. Mushuni bir ozroq tushuntirgan bo'lsangiz. Men Xitoyga borgandan keyin 2005 borgandan keyin meni shu borgan yili meni ikki qatim so'roq tatdi, so'roq deymiz hamda shu bexatarlik idorasi. Birisi sal mandaraqada bu adam mendan hech qanday yaqinmi kelamidi, menga keyinandikin bir boshlig'i meni ataytin bir yer taklif qilib, nima qildi, u meni urug' tuqqanlarimning majburiyatidan bormaydigandim keyin bordim. Borgandan keyin shu yerda bir nimalarni so'rabdi de. Shu so'rab men ham bu yerda o'tirib nimalarni deydi ekan deb o'tadi. Rabia Qodirni tanimsa dedi, albatta taniyman dedim.
Yani Dolqun Qambirini tonamsa dedi. Elbette onu tonayman, ağaynam dedim. Andikin shunda bir qancha odamlardan so'rab, andikin hech kim bilmaydigan bir qancha odamlarning ismini chiqarganki, men andikin sal nim qilib, ularni o'zimni gapni aylantirib, uni buni qilib, andikin men Rishad Abbas'ni yig'izga olmadingizmi deb so'ragandim. Odam kulib qo'yib, u bizning odamimiz degandek gapni qildi. Shuni o'zim mashada endi bu chochlarim tik turgandek holatda men ashada hayron qoldim. Lekin men yadim yana lekin shundan bu sizlarning shu Amerikada qilgan shu harakatlarning hammasi biz bilamiz. Videolarning gaplarini chiqqan videoning ichida ba'zi bir gaplarni degandik, video bularning qo'liga degan xulosani chiqardim. Biroq endi avval gap kelsak, endi shu vaqtida men jasus, Rishadning jasus ekanligiga men garchi yakun chiqarib bo'lgan bo'lsam-mu, men yana sal o'ylab qoldim-da, to'xta, boshqa odamlar bormi debchi. Chunki u videoni men dastlabda Dolqun Qambiriga bergan. Dolqun Qambiriga berib, shu va'dasini olgandim. Lekin buning videoning borlig'ini Erkin Sidiq apandim obdan bildi. Shu vaqtda chunki Dolqun Qambiri bir oydan Xitoyga ketgandan keyin u vazifasini ilinib tashlanib, uni Rishad Abbas Erkin Sidiqni rais qilib bekitdi. Bekitgandan keyin mening o'yimda bu video shu Erkinning qo'lida deb o'ylagandim. Keyin Erkin o'zidan so'radim, xat orqali javob oldim. Erkin Sidiq ya o videoni men ko'mdim dedi. Shuning uchun mishadamda bu gapga uzun gapning qisqasini ko'tay. Bu shu Rishad Abbas orqali bu ketganligi intayin nihoyat aniq. Lekin uningdagi yana cho'qara yana bir 5-6 e'lon bor. Bular hatto videoni ko'rganligini, ham to'liq video emas, videoning klipini ko'rganligi menga o'zlari degan. Mush vatanga berib kelganlar. Vatanga berib kelganlarmi yoki ashadikilarmi? Berib kelganlar. Berib kelganlar ashada so'ralgan chaqda shu videoni ko'rganligini dedi demoqchi-ku siz. Hatta hamda bu yerda bu gapni sizga dalamayman, chunki qarang, shu Xitoydagi, shu Sharq Turkistondagi ladimmi menga deganlar bor. Endi uni meni qo'rqatganlik deb o'yladim, lekin qo'rqatgan odamni qo'rqatgan chaqdimmi-ku? Lekin bir xil faktlar bilan qo'rqatgandan keyin shu videoni ko'rganligini aytdim. Chunki bu videoni men o'zim tatqizgan. Uni ko'raylaydigan odam asli faqatla Dolqun Qambiri edi. Rishad Abbasning ko'rish huquqi yo'q edi. Aniq bo'ldimi? Agar shu video shu vaqtdagi Uyg'ur Amerika birlashmasininki qarori bo'yicha aytgan chaqda bu hozirgi Ilshod Hasan apandimning qo'lida bo'lishi kerak. Men bularning hammasini so'radim, bular hech qaysi ko'rmadi. Shuning uchun albatta bu savolni men nihoyat ochiq yozib qo'ydim. Bu lenti nega ketdi? Xitoyga ketdi. Xolos Xitoyga ketdi. Uni uchratdim dedingiz emasmi? Anadagi yana bir savolim. Masalan, men Amerikaga borgan chaqda ba'zan odamlar dedi, "Shu To'g'liq Abdurazzoqni bir zaharlash ishi bo'lgandi" degan savol bana bir javob endi menga savol shaklida bir dedi, zaharlagan deganda buningga javob bergingiz bormi, yo'qmi? Buningga mening javob bergim yo'q, chunki hozir mening badnimni tekshiradigan bo'lsa, u zaharlar yo'q, o'z vaqtida tekshiratmagan. Lekin endi boshqalar ko'rgan bo'lsa, shunday ish bo'lgan. Shular isbotlarlamda o'qimayman. Shunday ish bo'lganmi? Men u gapni hozir jalanmayman. Vaqti kelganda deyishim mumkin. Shunday ish bo'lgan demoqchiman. Men o'zimchi bo'lgan. Unda xotla eng oxirda men sizga hozir eslatib kerak. Men shu vaqtda ba'zi bir qilgan ishlarimni mening eng yaqin og'inlarim. Hatta men bilan 30 necha yil 30 necha yil birga yashagan o'zimning ayolimma hayron qoldi. Bu siz emas.
jinim tug'luq, u qiliqni qilgan siz emas degan. Meni 30 yil yaqin o'tgan og'aylarim tug'luq, sen boshqacha bir qiliq qilding deb meni shunday qattiq haqoratli. Ben nima qilganimni ta bugun qadar uqmayman aslida. Bugun qadar uqmayman. Xalqlar nima ko'rdi uni uqmayman, lekin shunchaki deb bu to'g'ri. Undaqda so'zg'im yo'q. Bo'ldi. Undaqda masalan eng oxirgi bir narsani xulosalay. Siz yalaga ko'p qatimliq naq maydonlarni o'tkazdingiz emasmi? O'tkazganda sizningki Rishad Abbosni jasus deb qarayman. Rishad Abbosga o'xshash Uyg'ur tashkilotlariga kirib olgan odamlarni xalqimizning to'nib olishi uchun men buni o'tirg'i qo'ydim degan gaplarni degandingiz. Bu fikringiz rostmi? Albatta, bu men ta bugun qadar shu niyatda men hech qanday tashkilot o'zini yomon demayman qarang. Chunki lekin bu tashkilotlarni boshqarayotgan shu jasusni shu tashkilotni boshqaruvchilar o'zlari qutulishini men nima qilman, lekin butun dunyodagi Uyg'ur jamoatining ashta odamni to'nib shu odamga yaqin kelmaslikni shuni orzu qilib shuning uchun bularni boshqaryapman. Bu yerda albatta men bu bilmayman, nurg'un meni yaqin ko'rdigan odamlar, yaqin ko'rmaydigan, yomon ko'rdiganlarmi menga shu gaplarni deb yuribdi. Siz bir nima huquqparast, o'z vaqtida saylanmaganlıktan şular kuatamsız şahsi perez diyen gaplar men uçuk deganlar bor. Buni men ko'rdim. Men ular berdigan javob men u to'g'riliq emas. Men albatta burundan tortib hozir qadar men jamoatchilik qildim. Men jamoatchilikni qilmal deydigan bo'lsa, shuning to'sqinlik qilmaydigan bo'lsa, men shular ketaverdim. Men jamoatchilikni bir kun to'xtatgan yerim yo'q. Lekin bu shu butun qilayotgan jamoatchilik kishilarimiz ben sizga bir qanchalarni deb o'tay, bu yerda agar shuni nima ko'rmaydigan bo'lsangiz, masalan Amerikada mashrab.com-dek bir tor ochilgan xeyli burun. Endi lekin bir yerda to'y to'kun, nazir chiroq degan yerlarda men aytdi bu ishlarda hammasida endi shu ishlarningki bishli bo'lma, ko'pincha ishlarda. Endi lekin bizning shu Amerikada o'z vaqtida ayrım münazir gruplar battı. Şu işladıma ben ait aktif hem kanda deyimiz hem de şunun aktif bir azasıyım. Ben şularını teşkil ettim. Endikin resim körgezmesi deyimiz. İşte körgezmelerini ötküzgen. Endikin evlatlar arada bir çoğun konferans ötküzgen şu vaxtıda 220 dakikadan orunlaştırıp ihsat hem mücahitlerden şu Amerika'daki ataqlı Uyghur alimlerini müşahit tehdit qilib uyushtirgan şu ishning beshimi uni uyushtirgan. Shunga o'xshash lekin qolgan endi gap biroz so'zib ketmasin, shunga o'xshash nurg'un ishlar bor. Faoliyatchan bir odam ekansiz. Hammasiga mushu efendim aralashib shular buzg'unchilik qilgan. Ularning faktları bor. Ayrım vaqtınız o'tadigan bo'lsa siz bilan paranglashsam bo'ldi. Keyin jamoatga bu ahvollarni men faktlar bilan ko'rsatdim. Abayq degan gapni. Endi bu yerda bu efendimning o'ynaydigan roli bir Uyg'urlar yig'ilsalar, shu narsalarni parchalashga, shuna shu xulosa chiqadi. Eng oxirgi ish mana uy ilish to'g'risida. Uni nima deydi? Mushu bir yerda 2 yildan burun biz Washington atrofidagi Uyg'ur jamoati birlashib mishadi bir pullarni yig'ib bir uyini alayli degan yerga kelgan to'q. Eng oxiri shunimi yana shishqimi olish velib uni u yoqdimi yo'q, bu yoqdimi bu holatga tekib qo'ydi. Bu ishni deb aytaydi. Masalan, endi mening bir eng oxirgi savollarimning ichidagi birsi, sizni arzu qildimi? Masalan, Rishad Abbos apandimni jasus deb o'tirg'i tashildingiz. Sizni arzu qildimi yoki bunda bir advokatning xatini topshirib elib degandek ishlar bo'ldimi? Yo'q, men hech qaysi arzu qilgan yerim yo'q. Masalan, bir odamni masalan o'rinsiz ayblasangiz, sotga berish huquqi bor emasmi? Shuning ham sizni sotga topshirdimi demoqchi, sizni? Yo'q, hech kim meni sotga topgan yeri yo'q. U to'g'riliq bir yig'iz hech qanday gap bo'lmadi. Undaqda sizning maqsadingiz aniq bo'ldi.
Uyg'ur tashkilotlari ichiga kirib olgan jasuslarni bilib bilish kerak. Ham shulardan xoli bo'lishimiz uchun xalqqa ogohlantirish berdingiz, shundaqmi? Ogohlantirish berdim hamda albatta maqsad shu. Chunki mendek bir adam chiqmaydigan bo'lsa, ahvolga qarab baksam, undaq adam chiqmadi deb o'ylayman. Men bu mushqilgan ishimdan faxrlanaman. U agar shunday ishlar yana alishilgan bo'lsa, men texnik bekarlik narsani pash qilishga tayyor. U masalan siz burun nimishga buni pash qilishni o'ylanmagandingiz deb men bir shaxsiy savolim bu. Ya onunla cevap veremem qarang. Bu degan 20 yıldan burun 98 şu iş bo'lgandan keyin men gumanda bo'lgandim. Lekin guman degan imanni qachibdi deydi. Men gumanni o'zimga saqlab qoldim, lekin shu orqali ba'zi narsani bayqab keldim. Keyin andika videoning ishi chiqqandan keyin u gumanim biroz nim bo'ldi. Uning orqida nurg'un ishlar bo'lgandan keyin men endi mushtaqda bir qaror kelay degan narsani o'ylayotganim xili bo'ldi, lekin endi bu oson ish emas. Qarang, men sizga ba'zi bir o'zimninki endi konkret nima uchun burun demaganligimni ochiq oshkorlamagandim. Men sizga bir qancha sababimda 20 yildan burun mening bolalarim kichik qarang. Men bir uyni beqishim to'g'ri keldi. Bolalarimni o'qitish keldi. U bir nima. Endiki yana birisi vaqtlarda men Amerikaning siyosiy ahvoli uchun hozirga o'xshamaydi. Vaqtida o'zimiz ko'ryapsizmi xabarlarda Xitoyningki bu matbuot olamda Amerikadagi nurg'un shu iqtisodiyotdan texnik jihatdan siyosatdan Amerikaning jihnasini egallab bo'lgan Xitoy. Unda ahvollar ustida agar men uni 20 yildan burun emas, o'sha bir 3-4 yildan burun degan bo'lsam uchun meni ujuqtirib yetadigan kuchi bor bularning. U bir andiki Uyg'ur jamoati uchun qaymoqtirilgan ahvollar. Chunki vaqtlarda bu bo'layotgan tashviqotlar asosan masalan Rabiyadan ig'izga olay, Rabiyadan bo'lamdi, andiki shu Uyg'ur Amerika Birleşmesi'ninki mas'ullari olamdi, dunyo qo'rqutning bir qismlari olamdi, bir qism ular hammasi qaymoqtirilib deb degan vaqtlari. U bundoq gaplarni qilsam, u shu meni balkim jasusning o'rniga chiqarib qo'yib bo'ldi. Bu ishlar bo'lgan. Mening orqamda taqib yurgan gaplarni men keyin angladim. Men bu ishlarga jiq aralashmagandan keyin orqamdan meni jasus deb, hatto butun shu Do'xninki barliq rahbarlarini Amerikaga chiqib kelib, mishada bir 18 shu o'zlarini amalda deydigan odamlarni oldida meni butun dunyodagi eng chong jasus deb qo'ytiribdi. Albatta bularni kim borgan degan butun dunyoga tarqatib shu meni jasus deb aytgan. Kim deysiz? Kim uqtirdi? Meni jasus degan 18 adam bayada aşımı bakya. Aşağıda meni jasus degan chaqda hech kim chiqmay nima qilgandik albatta men hozir bir odamdan da'vatim shundaqmi? Men bir odamdan boshqa hech kim demadim. Meni 18 odam butun Uyg'ur Amerika jamiyatining kashi mas'ullari bayada, Do'xninki mas'ullari bayada, mishadi meni jasus deganga birisi chiqmabdi. Men hamda u birisini jasus deganga nimachilik ketdi. Bu yerda uchun bir g'alati bir narsa bor. Bu to'g'riliq men muloyiz qilgan bu to'g'riliq bu yerda. Masalan, shu 18 odamninki yana bir qanchisini tilga ola olamsiz? Ya ularning ismlarini aytmayman. Chunki menga degan odamga men va'da bergan. Men haqqi degan va'damda chim turma. Endi buni anglag'uvchilar, agar buni qo'yib yetadigan bo'lsangiz, anglag'uvchilar o'zlariga ayon. Kimning deganligi, kimlarning deganligi men bilmayman, lekin shu Do'xning mas'ullari. Do'xning ichidagi mas'ullar Amerika Uyg'ur Birlashmasining bir qism mas'ullari shular hammasi bor yashaydi. O uyushtirg'uchi kim demoqchisiz? Uni vaqtida Alim Siyitov shu vaqtida Alim Siyitovning og'zidan chiqdi bu gap. Undaqda men endi mening oxirida lekin Alim Siyitov degan demayman. Alim Siyitov ne shuningga majburlagan odam bor. Kim deb o'ylaysiz uni? Uni shu jasus deb o'ylayman. Ismi-chi?
ismini deb buldum go. Rishad Abbas efendim. Endi men endi en ahırda sizge endi sizin maqsadınız xalqni agahlandırış beriş bolgandikin bunun üçün rahmet eytimen. Rahmet, salamat bulun. Buldu. Her qanday sual oluşga qaram, shunda qilavering, ratlayvering. Chunki mening maqsadim birisini yiqitish emas, yoki birisiga tuhmat qo'shish emas. Mening maqsadim yana shu Uyg'ur jamoatiga, butun dunyodagi Uyg'ur jamoatiga men bu narsani oshkorlay dedim-ku. Shuning uchun ratlayvering savollaringizni, mayli qachon bo'lsa, shu suhbat o'tkazma desangiz bo'laverdi. Sizga bek rahmat qarang. Siz meni jasorat bilan mendan bundoq savol so'ralaydiganlarmi nayt oz emas. Sizning jasoratingizni ko'p. Menga baribir o'sh. Sizning taxminlar. Rahmat sizga.